Hammaga salom. Bu galgi videomizda Xitoy magnitofon remont qilishni o'rganamiz sizlar bilan. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kecha mijozimiz shu Xitoy magnitofonni tashlab ketgan ekan. Bu magnitofon elektrikni aybi bilan chapga ulangan va perdaxnatilda kuydirib taylagan. Ko'rishingiz mumkin. 15 amperli perdaxnatil tokka ulaganda kuyib qolyapti. Qani ketdik, remont qilishda boshlaymiz. Bu Xitoy magnitofonlarda asnoniy 5 volt beradigan shim kontrolleri bor. Bu yerda защита diodi bor, men olib tashladim. Bu yerda 7388 mikrosxemasi bor. 4 kanalli 45 wattdan beradi. Bu Xitoy magnitofonlarda asnonan 45 watt degan bilan shu 30-35 watt atrofida berishi mumkin. Chunki bu yerda ekvalizer yo'q. Bu yerda esa asnoniy bitta flash mikrosxemasi bor, bo'ldi. Hech qanday ovozni ekvalizer qilmaydi. Sizlarga yaxshi ko'rinadi degan umiddaman. Ko'rdingiz, mana shu 5 volt beradigan mikrosxemasi ishlamayapti. Biz bunga universalni krem qo'yamiz. Bu yerda kirish 5 voltdan 15 voltgacha 2-3 amperda beradi. Xohlasangiz 5 volt, 3 volt, 2,5, 1.8, 1.5 volt qo'yishingiz mumkin. Men shunday platadan taxminan 15 ming atrofida turadi. Lekin buni mana mikrosxemasini qidirganingiz bilan topishingiz qiyin. Bu magnitofonni tekshirish uchun biz shu blok pitoniyadan foydalanamiz. Asnonan magnitofonlarda ikkita pils bo'ladi. Birinchisi DC, massani ulaymiz. Pilsni ulaymiz va cher zamok
sizlarga ko'rinadi degan umiddaman. Hey pastda. Mana. Ikkita perdaxnatil plus minus. Tokni yoqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Magnitofon yonmayapti. Bu yerda amper ham 0 ga teng. Buni tekshiramiz. o'n ikki volt bor. Chiqishda 5 volt yo'q. Bu yerda 5.3 volt bor. Kirish bor. Bunda ham kirish bor. Ko'rganingizdek shu mikrosxema ishlamayapti. Shuni o'rniga shu mikrosxemani perdelka qilamiz. Madomiki shu mikrosxema kimdadir bo'lsa, xohlasa o'zidan qo'yish ham mumkin. Bir marta magnitofon chapga ulanganda shu mikrosxema kuyib qoladi. Boshqa hollarda esa ovoz chiqaradigan TIDA 7388 mikrosxemasi kuyishi mumkin. Bunda massa, input, shu yerdan 12 voltni olsangiz bo'ladi. Keyin output, chiqish. Chiqishni xohlasangiz droseldan keyin, xohlasangiz droseldan oldin olishingiz mumkin. Tokni ulaymiz. Tok 12 volt bor. Chiqishda 5 volt bor. Magnitofonimiz yonda. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 0.27, 0.28
oralig'ida amper bermoqda. Qo'shimcha tarzda xohlasangiz kolonkalar vaqtida ishlayotganini tekshirish uchun tekshirib olishingiz mumkin. Mikrosxema ko'plab holatlarda 6,5, 6, 5 volt kelish tokiga qarab chiqarishi mumkin. 5 voltdan kam 3,5, 4 volt, 12 volt berganda asnonan shu mikrosxema kuyishi mumkin. To'rtala vaqti ham ishlayapti. Buni endi yopib mashinaga qo'yib bemalol ishlatishingiz mumkin. Xitoy magnitofonlarida asnonan o'zini bas telegrafga qiladigan funksiyasi bor, lekin unday toza chiqarmaydi. Bunda yana bitta minus taraflaridan biri USB 5 volt telefon zaryadnik vaqti bor. Iloji bo'lsa shuni telefon zaryadga qilmangizlar. Faqatgina yopib qo'yish kerak. Bu yeriga esa faqat fleshga qo'yib eshitish xolos. Bu yerga telefon zaryadga qilsangiz ko'plab holatlarda shu mikrosxemasini kuydirib taylashi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, videolarimizni kuzatishda davom eting. Har xil holatdagi radio elektronika qurilmalarini remont qilishni, sozlashni birgalikda o'rgatib boraman.